Assalomu alaykum. Demak, bugungi o'tadigan mavzumiz definite article. Ya'ni the haqida gaplashib o'tamiz. O'zbekchasiga, ya'ni aniq artikel deb tarjima qilinadi. Darsni boshlashdan oldin sizlarga bir challenge tayyorlaganman. Bu challenge aynan o'sha mavzu bo'yicha. Ya'ni bu yerda 6 ta gap berilgan. Bu gaplardan siz the artikelini o'sha oldingi bilimlaringizga asosan to'g'ri qo'llanilganmi yoki yo'qmi, shuni topishingiz kerak bo'ladi. Videoni pauza qilib, biror bir daftarga yozib olsangiz bo'ladi. Ya'ni 6 ta gapni to'g'ri yoki xatoligini. Agar to'g'ri bo'lsa, true belgisini qo'yamiz. Agar xato bo'lsa, xato ishlatilgan bo'lsa, the qaysi joydadir false belgisini qo'yamiz. Bu challenge-ga darsning oxirida yana qaytib tahlil qilamiz. Umuman the artiklini boshlashdan oldin artikelni o'zi nimaligini bilib olishimiz kerak. Ya'ni bu o'zbek tilida bu mavzu yo'q. Artikel bu aniqlovchi degani biror bir otni bizni aniqlab keladi. Misol uchun bu yerda ChatGPT, ya'ni hamma narsani biluvchi botimiz article nimaligini aytib ketyapti. In English grammar, an article is a type of adjective that modifies nouns. Ingliz tili grammatikasida article bu sifatni turi, modifies nouns asosan otlarni bizda modify degan restrict or add meaning ma'no yuklaydi. O'sha otni, ya'ni aniq yoki noaniqligini aniqlab beradi. Indicating whether they are specific or general. Xuddi hozirgi aytganimdek, ular maxsusmi yoki umumiy jihatdan gapirilyaptimi, o'sha ot haqida shu narsani bizga ko'rsatib beradi. There are two main type of articles, definite and indefinite. Ikki xil turdagi artiklimiz bor ekan. Bular birinchisi definite, aniq, noanig'i indefinite deyiladi. Indicate bu showga tushadi. Mana bu joyda berilgan ifodani boshqacha qilib aytganda ko'rsatadi. O'sha otni ko'rsatib beradi. Before nouns, ya'ni asosan otlardan oldin ishlatiladi, hozirgi aytganimdek. Artikelning turlari haqida aytdim. Bu ikki xil turdagi. Indefinite'ga noaniq artikel bu an, definite the, ya'ni bugungi mavzuda gaplashib o'tadigan artikelimiz. The artikelning ishlatilishi bo'yicha bir qancha qoidalar mavjud. Umumiy bitta qoidani eslab qolasizlar. Ya'ni biror bir ot haqida gapirayotganimizda, gapimizda o'sha ot haqida bizda ma'lumot bo'lsa, ya'ni aniq bo'lsa, biz the artikelini qo'llaymiz. Ya'ni bundan oldin qaysi degan savolga javob berish kerak. Agar qaysi degan savolga javob bo'lmasa, biz noaniq artikelni qo'llaymiz. Mana shu qoida eng umumiy general qoida hisoblanadi. Va bundan tashqari bir qancha qoidalar mavjud. Ularni birinchisi sifatning orttirma darajasi oldidan qo'llaniladi. Ya'ni bu sifat eng degan so'z o'zbek tilida o'sha eng degan so'zdan oldin biz the artikelni qo'llaymiz. The most, the longest. Excuse me, where's the nearest bank? Kechirasiz, eng yaqin bank qayerda? Bu yerda nearest degan so'z sifatning orttirma darajasi bo'lgani uchun the artikelni qo'llangan. Ikkinchisi the same. Har doim birgalikda keladi. Ya'ni same degani bu bir xil degani. We live in the same street, ya'ni in same street bo'lmaydi. Ya'ni the artikelni qo'llaniladi bir xil same so'zdan oldin. Uchinchi qoidamiz yagona, nusxasi yo'q bo'lgan otlar oldidan. Bu unique, ya'ni dunyoda yagona narsa bo'lishi kerak. U narsani nusxasi bo'lmasligi kerak. Misol uchun the sun, the moon, quyosh, oy, the world, the sky, the sea va shunga o'xshash dunyoda yagona narsalar oldidan the artikel ishlatiladi. Keyingisi jamlanma otlar oldidan, ya'ni ikkita ot birgalikda keladigan bo'lsa, undan oldin the artikel ishlatiladi. Misol uchun the police, the fire bridge, the army va boshqalar. Tomonlar oldidan, o'ngga, chapga degan so'zlar oldidan biz the artikelni har doim qo'llaymiz bu qoida. The top, the end, the middle, the left va shunga o'xshash.
Musiqa asboblari oldidan ham biz the artiklini qo'llashimiz shart, chunki har bir musiqa asbobi oldidan the artikli bo'ladi. Ya'ni u musiqa asboblari bizga aniq, ya'ni o'sha narsa bizni e, aniqlashtirib beradi. The piano, the guitar, misol uchun the trumpet va boshqa musiqa asboblari oldidan ham the qo'llaymiz. The radio va the internet, ya'ni radio va internet so'zlari oldidan ham biz the artiklini qo'llaymiz ekan. Misol uchun I listen to the radio a lot. Men radio juda ko'p eshitaman. What do you use the internet for? Internetni siz nima uchun ishlatasiz? Va hozirgi aytganimdek, the artiklini asosiy qoidasi which degan savolga javob berish, ya'ni qaysi. Agar o'sha otimiz qaysi degan savolga javob bo'lsa, bizda o'sha haqida ma'lumot bo'lsagina biz the artiklini qo'llaymiz. Misol uchun bu yerda examplelar berilgan. I bought a new car yesterday. Men kecha yangi mashina sotib oldim. Bu new car bu yerda ot bo'lyapti. Biz artiklini qo'llayapmiz. Bu noaniq artikl hisoblanadi. Chunki menda car haqida ma'lumot yo'q. Birinchi gapimda mana shunday bo'ladi. Ya'ni o'sha qaysi car, which car deganda bu yerda qaysi mashina haqida ma'lumot yo'q menda, shuning uchun ya'ni noaniq menga car. Shuning uchun ham noaniq artikl ishlatilgan. Lekin ikkinchi gapimda the car is black. O'sha mashina qora rangda. Ya'ni ikkinchi gapimda o'sha mashina aniqlashtirilyapti. Qaysi mashina degan savolga javob bor, ya'ni ikkinchi gapimda. Shuning uchun ham the artikli keladi. Qaysi mashina? Kecha sotib olgan mashinam qora rangda. Va ikkinchi misolim the Sahara is the biggest desert in the world. Bu 3 ta the artikli qo'llanilyapti. Bu yerda birinchisi Sahara, bu dunyodagi eng katta cho'l hisoblanadi. Bu dunyoda yagona narsa va sahro bo'lgani uchun the artikli qo'llaniladi. The biggest bo'lgani uchun bu yerda fe'lning orttirma darajasi, shuning uchun ham the artikli qo'llanilgan. The world bu dunyoda yagona narsalar oldida har doim the artikl keladi. Endi ishlatilmasligi bo'yicha ham qoidalar mavjud. Ishlatilishi bo'yicha qoidalarni ko'rib chiqdik. Ishlatilmasligini ham biz bilib olishimiz kerak. Birinchisi, umumiy fikrlar uchun the artikl ishlatmaymiz. Ya'ni biror bir narsa haqida umumiy gapiradigan bo'lsak, ya'ni specific emas, general gapiradigan bo'lsak, o'sha so'zlar oldidan, otlar oldidan biz the artikl ishlatmaymiz. I like music, especially classical music. Men musiqani yaxshi ko'raman, asosan klassik musiqani. Men musiqani ma'lum bir turini ajratib ko'rsatganim yo'q. Uni umumiy gapiryapman. Umumiy musiqa haqida gap ketyapti. Shuning uchun ham artikl kelmaydi. Ikkinchisi breakfast, lunch, dinner so'zlarini oldin ishlatmaymiz. Ya'ni ovqatlanish otlari oldidan, ovqatlanish vaqtlari. Nonushta, tushlik, kechki ovqat so'zlaridan oldin the artikl kelmaydi. What did you have for breakfast? Not the breakfast. Television, TV so'zlari bilan ham biz the artikl kelmaydi. Ya'ni umumiy jihatdan gapirganda birinchi qoidaga bog'laymiz. I watch TV a lot. Men televizor juda ko'p ko'raman. Biroq degan joyi bor, istisno holati. Can you turn off the TV? Bu yerda the artikl kelishi mumkin. Endi umumiy gapirmayapman men. Ma'lum bir televizorni ko'rsatib, spesifik, aniq ajratib ko'rsatyapman. Shuning uchun ham the artikl keladi bunda. Next, last, this, that so'zlardan bilan ham biz the artikl kelmaydi. Chunki bu so'zlarni o'zi bizga otni aniqlab beradi. Bizga ikkinchi aniqlovchi kerak emas. Ya'ni ko'rsatish olmashlari this, that, next, keyingi, last, oxirgi degan so'zlarimiz bilan. I am not working next week. Men keyingi hafta ishlamayapman. Not the next week bo'lmaydi. Bu xato bo'ladi. Chunki ikkita aniqlovchi kerak emas. Sport o'yinlari uchun ham biz artikl ishlatmaymiz. Ya'ni sport turlari nomlari oldidan har doim o'zi keladi, the artikl kelmaydi. Futbol, misol uchun skiing, chang'uchi, the football, the skiing emas. Tillar yoki maktab fanlari uchun the artikl ishlatmaymiz. Bu ham bir qoida. Ya'ni maktabda yoki bo'lmasam biror bir oliygohda ishlatiladigan fan nomlari oldidan the artikl kelmaydi. History, geography, physics, biology, English va boshqa fanlar nomida. Don't use the
Ya'ni o'sha ishlatilmasligi bo'yicha ham bu yerda misollarimiz bor. Birinchisi I have the breakfast at 8 o'clock every day. Men har kuni soat 8 da nonushta qilaman. Hozirgi ishlatilmaslik bo'yicha qoida bo'yicha the ya'ni breakfast so'zi bu nonushta degani. Nonushta ovqatlanish vaqtlari oldidan biz artikl ishlatmaymiz. O'rniga bu gapim xato. Then o'chirsam I have breakfast at 8 o'clock every day. Bu gapim to'g'ri bo'ladi. Ikkinchi misol Beatrice can play the basketball very well. Ya'ni basketbol so'zi bu sport turini oldidan z ishlatmaymiz hech qachon. Shuning uchun ham bu gapim xato. Beatrice can play basketball very well. Beatrice yaxshi futbol o'ynaydi. Basketbol o'ynaydi. Bu gapim to'g'ri. Endi darsni boshidagi challenge ga qaytamiz. Siz o'sha to'g'ri bajargan bo'lsangiz, o'sha misollarni tekshira olishingiz mumkin. Men tahlil qilib, nimaga ishlatiladi, nimaga ishlatilmaydi, shu narsani aytib ketaman. Xo'sh, birinchi gapim the president visited our school. Prezident so'zidan oldin biz artiklni ishlatamiz, chunki prezident bu ma'lum bir davlatning prezidenti yagona bo'ladi. Shuning uchun ham the article ishlatiladi. Bu gapim to'g'ri. Ikkinchi gapim we have the best. Bu yerda the qolib ketgan. Shuning uchun ham bu gapim xato. Best so'zi bu fe'lning orttirma darajasi. Shuning uchun ham har doim biz sifatni orttirma darajasidan oldin the article ishlatamiz. Uchinchi gapim the TV in the bedroom has no dish connection. Television so'zlaridan oldin ishlatmaymiz degan qoida bor edi. Lekin bu yerda the ishlatilyapti, chunki ma'lum bir televizorni aniq ajratib ko'rsatyapti. Ya'ni qaysi televizor? In the bedroom. Yotoqxonadagi televizor. O'shaning uchun ham the TV bo'ladi. To'rtinchi qoida debman, misol. The Great Wall of China is famous. Ya'ni buyuk Xitoy devori mashhur deb aytilyapti. Buyuk Xitoy devori bu dunyoda yagona narsa, unique. Ya'ni bu narsani takroriy nusxasi yo'q. Shuning uchun ham bu yerda Great Wall'dan oldin the article keladi. Beshinchisi you cannot take this laptop back. Bu yerda ham sal g'alatiroq gap qo'ygan, shuning uchun ham bu gapim xato, chunki this the deb ketma-ket ishlatmaymiz. This degani bu ko'rsatish olmoshlari bilan biz this artiklni birgalikda ishlatmaymiz, chunki ko'rsatish olmoshlarini o'zi bizga laptopni qaysiligini aniqlab beryapti. Yana qo'shimcha aniqlovchi kerak emas. Oltinchisi this the last time I am warning you. Bu oxirgi marta seni ogohlantirishim degan gap. The last time bu eng oxirgi degani. Shuning uchun ham orttirma fe'l sifatni orttirma darajalar oldidan the article keladi. Write how many true answers you found in the comments. Xo'sh, to'g'ri javoblarni biz yozib ketishimiz kerak. Nechta 6 tadan nechta topdingiz? Kommentlarda yozib ketishingiz mumkin. Demak, darsni shu joyda to'xtataman. Keyingi mavzu albatta noaniq artikl bo'yicha bo'ladi. Biz qiyinidan boshladik. Agar qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentlarda berib ketsangiz javob berib ketaman. E'tiboringiz uchun rahmat.